Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya jamg'armasidan pensiya oladigan barcha pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari uchun juda muhim, shoshilinch e'tibor talab qiladigan masalani tushuntirib beraman. Bu xabar faqat bir guruh odamlarga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo buvimiz yoki pensiya yoshidagi yaqin insonimiz bor. Men sizdan iltimos qilaman. Agar siz pensiya olsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta oddiy hujjatdagi xato, bank kartadagi muammo, yashash manzilidagi o'zgarish yoki vaqtida tasdiqlanmagan ma'lumot pensiya to'lovida kechikish, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi yoki umuman to'lov vaqtincha to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu ma'lumotni boshqa pensionerlarga ham yetib borishi uchun yaqinlaringizga yuboring. Men birinchi navbatda masalaning tub mohiyatini oddiy qilib tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasini faqat bir marta rasmiylashtiraman, keyin har oy pulim kelaveradi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ko'p yillar davomida tizim shunday ko'rinardi. Odam pensiya yoshiga yetadi, kerakli hujjatlarni topshiradi, staji va ish haqi hisoblanadi, pensiya tayinlanadi va keyin har oy belgilangan kunda to'lov amalga oshiriladi. Lekin hozirgi davrda pensiya tizimi ancha raqamlashtirilgan. Ma'lumotlar turli idoralar bazalari orqali tekshiriladi. Fuqarolik holati, yashash manzili, bank hisob raqami, plastik karta holati, mehnat staji, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, boquvchisini yo'qotganlik holati, vasiylik, chet elga chiqish, doimiy yashash joyi o'zgarishi kabi ko'plab ma'lumotlar elektron shaklda solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi, ortiqcha yugur-yugurni kamaytiradi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar biror joyda ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki yangilanmagan bo'lsa, pensioner bundan bexabar qolib to'lovda muammoga duch kelishi mumkin. Masalan, inson bank kartasini almashtiradi. Lekin yangi karta ma'lumotlari vaqtida tizimga bog'lanmagan bo'ladi. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tadi. Lekin yashash manzili bo'yicha ma'lumot rasmiy tarzda yangilanmagan bo'ladi. Yoki nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan sanaga kelib tibbiy ma'lumot tizimga o'z vaqtida tushmaydi. Bunday holatlarda pensiya yoki nafaqa to'lovi kechikishi mumkin. Shuning uchun bugungi asosiy xabar shuki, har bir pensioner o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi, hujjatlari joyida ekaniga ishonch hosil qilishi va to'lov kanali, ya'ni karta yoki naqd pul olish tartibi to'g'ri ishlayotganini nazorat qilish kerak. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar asosida mahalliy bo'limlarda yuritilgan bo'lsa, hozir ko'plab jarayonlar elektron bazalar orqali amalga oshmoqda. Bu shuni anglatadiki, pensiya jamg'armasi ma'lumotni faqat pensioner aytgan gapdan ma'no emas, boshqa idoralar bazalaridan ham oladi. Agar bazalarda farq chiqsa, masalan, ism familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotida tafovut bo'lsa, yashash manzili eskicha turgan bo'lsa, tizimda aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Ilgari pensioner har oy pochtachi orqali pensiyasini olgan bo'lsa, hozir ko'pchilik bank kartasi orqali oladi. Karta orqali olish qulay. Pul tushishi bilan bankomatdan yechish, do'konda to'lash, farzandlar orqali nazorat qilish mumkin. Lekin kartaning muddati tugasa, karta bloklansa, bank hisob raqamida muammo bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa yoki SMS xabarnoma ulanmagan bo'lsa, pensioner pul tushgan-tushmaganini bilmay qolishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish, ayrim holatlarda ortiqcha to'lov aniqlansa, keyinchalik uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, inson boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan farzandi bo'yicha ma'lumotni yangilamagan, farzand o'qishni tugatgan, lekin nafaqa davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan summa aniqlanishi ehtimoli bor. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, qayta tasdiqlash kechiksa, to'lov masalasi aniqlashtiriladi. Shuning uchun har bir o'zgarish haqida vaqtida xabar berish juda muhim. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga alohida murojaat qilaman. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Ko'pchilik kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0225 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil fevral oyidan keyin ishlamasligi mumkin. Pensioner esa nega pensiyam tushmadi deb o'ylaydi.
aslida pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta yoki bank hisobidagi texnik holat sababli puldan foydalanish qiyinlashadi. Ikkinchi toifa yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, Andijondan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib kelgan ona doimiy ro'yxat masalasini hal qilmagan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner qishloqdan shaharga ko'chgan, lekin pasport ma'lumotida eski manzil turibdi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi bilan aloqa qilganda hujjatdagi manzil va amaldagi yashash joyi o'rtasida farq paydo bo'ladi. Bu har doim ham to'lov to'xtaydi degani emas, lekin aniqlashtirishga sabab bo'ladi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim narsa qayta tibbiy ko'rik sanasi. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, bir holat. Agar ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, sanani o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan, kishi ikki guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi, lekin qayta ko'rik 15 martgacha o'tilishi kerak bo'lgan. U esa hujjatlarni 10 aprelga qoldirgan. Mana shu oralikda to'lov bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa boquvchini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Ayniqsa o'qiyotgan farzandlar bo'yicha hujjatlar alohida nazorat talab qiladi. Farzand kunduzgi ta'limda o'qiyaptimi? O'qishni davom ettiryaptimi? Akademik ta'til olganmi? Ta'lim muassasasi o'zgarganmi? Bularning hammasi ahamiyatga ega. Oddiy misol. 19 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bo'lishi mumkin. U bir universitetdan boshqasiga ko'chdi, lekin yangi o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmadi. Natijada tizimda o'qishi tasdiqlanmagan holat paydo bo'lishi mumkin. 5-toifa ismi, familiyasi, pasporti yoki ID kartasi almashgan fuqarolar. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hujjatlari eski familiyada qolgan bo'ladi. Ba'zan keksa insonlar ID karta oladi, lekin bankda eski pasport ma'lumoti turadi. Pensiya jamg'armasida boshqa ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot. Fuqarolik bazasida yana boshqa ko'rinish bo'lsa, to'lovni tekshirishda ortiqcha vaqt ketadi. Men yana bir narsani ochiq aytaman. Agar siz pensiyangizni vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va hech qanday qo'shimcha maqomga ega bo'lmasangiz, vahima qilishga hojat yo'q. Bu xabar sizni qo'rqitish uchun emas, balki oldindan ogohlantirish uchun aytilmoqda. Masalan, urusdagi yo'sh ota har oy 10 sanada pensiyasini kartadan oladi. Kartaning muddati yana 2 yil bor. Endi kartasi yangilangan va bankdagi ma'lumot ham mos. Yashash manzili o'zgarmagan. Bunday holatda u faqat vaqti bilan SMS xabarni tekshirsa, bank kartasini yo'qotmasa va shubhali odamlarga karta kodini aytmasa bo'ldi. Yoki 7 yoshli ona pensiyasini naqd shaklda oladi. Pochtachi har oy uyiga olib keladi. U doimiy yashash joyida turibdi. Hujjatlarida o'zgarish yo'q. Bunday inson uchun ham asosiy vazifa oddiy: pasport yoki ID karta muddati, telefon raqam, yashash manzili va pensiya miqdori bo'yicha tushunarsiz farq bo'lsa, darhol aniqlashtirish. Endi men sizga bir nechta hayotiy vaziyatlarni tushuntiraman, chunki ko'pchilik aynan misol orqali masalani yaxshiroq anglaydi. Birinchi misol: pensioner otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. U kartasini almashtirgan, chunki eski kartaning muddati tugagan, lekin yangi karta ochilgandan keyin bank ma'lumotlari avtomatik bog'lanadi deb o'ylagan. Pensiya kuni kelganda pul tushmagandek ko'ringan. U bankka borganda eski karta yopilganini, yangi karta esa pensiya to'lovi uchun to'liq faollashtirilmaganini bilgan. Agar u buni oldindan tekshirganda pensiya kuni asabiylashmasdi. Ikkinchi misol: bir ona boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini farzandi uchun oladi. Farzandi kollejni tugatib universitetga kirgan. Ona baribir o'qiyapti-ku deb o'ylab, yangi o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bormagan. Lekin tizim uchun o'qiyapti degan gap og'zaki emas. Hujjat yoki elektron tasdiq bilan bo'lishi kerak. Natijada nafaqa kechikishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda aybni faqat idoradan izlash to'g'ri emas. Chunki ma'lumotni vaqtida yangilash ham fuqaroning mas'uliyati. Uchinchi misol: nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan sanani unutgan. U o'zini yomon his qilgani uchun borishni kechiktirgan, lekin hech kimga xabar bermagan. Keyin to'lov bo'yicha muammo chiqqanda men kasal edim deydi. Albatta, insonning holati tushunarli, lekin bunday vaziyatda shifokor, poliklinika yoki tegishli idora bilan oldindan bog'lanish, muammoning yechimini topish kerak. Pensiya
kechikish sababi bo'yicha hujjatli izoh qoldirish muhim. 4-misol. Pensioner ona telefoniga pensiyangizni tekshirib beramiz. Karta raqamingizni va SMS kodni ayting degan qo'ng'iroq oladi. U ishonib kodni aytadi. Natijada kartasidagi pul yechib olinadi. Men juda qat'iy aytaman, pensiya jamg'armasi. Bank yoki davlat idorasi sizdan telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi, kartaning orqa tomonidagi maxfiy raqamlarni so'ramaydi. Bunday so'rov bo'lsa, bu firibgarlik bo'lish ehtimoli juda yuqori. 5-misol. Pensioner boshqa viloyatda uzoq muddat farzandinikida yashab yuribdi. Pensiyasi kelmoqda, lekin u doimiy yashash joyidagi hujjatlarni tekshirtirmagan. Keyin biror imtiyoz, qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob-kitob kerak bo'lganda eski manzil bo'yicha hujjatlar talab qilinadi. Shunda u viloyatga borishga majbur bo'ladi. Vaqt va xarajat ketadi. Agar oldindan yashash manzili va hujjatlarni tartibga keltirganda bu muammo kamayardi. Endi muhim istisnolarni ko'rib chiqamiz. Har bir pensiya oluvchi bir xil holatda emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, urush yoki mehnat faxriylari bo'yicha imtiyozlar, qo'shimcha ustamalar, bularning har biri alohida shartlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya odatda mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari asosida belgilanadi. Agar oldingi yillarda ishlagan joyingiz bo'yicha arxiv hujjati topilsa, ba'zi holatlarda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Hujjat bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta ko'rib chiqish imkoniyatini so'rash kerak. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda esa tibbiy xulosa asosiy ahamiyatga ega. Bu yerda men avvaldan kasalman deyish yetarli emas. Tizimda tasdiqlangan tibbiy xulosa, muddati, guruhi va boshqa ma'lumotlar muhim. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya yoki nafaqa miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, 3 guruhdan 2 guruhga o'tgan fuqaro uchun boshqa hisob-kitob qo'llanishi ehtimoli bor. Aksincha 2 guruhdan 3 guruhga o'tsa, miqdor kamayishi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha esa oiladagi har bir o'zgarish ahamiyatli. Farzandning yoshi, o'qishi, nikoh holati, ishga kirishi yoki boshqa huquqiy holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ham oladi-ku degan taqqoslash noto'g'ri. Har bir ish alohida hujjatlar asosida ko'riladi. Yana bir nozik jihat chet elga chiqish. Agar pensioner vaqtincha mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chgan bo'lsa, pensiya to'lov tartibi bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotgan fuqarolar oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holatiga mos tushuntirish olgan ma'qul. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato hujjatdagi ism familiyani tekshirmaslik. Masalan, pasportda Gulbahor deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulbahor deb ketgan. Ko'p guvohnomasida yana boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bitta harf ham arxiv hujjatlarini tasdiqlashda muammo keltirib chiqaradi. Ayniqsa eski ish stajini qo'shtirish yoki qayta hisoblashda bu juda muhim. Ikkinchi xato mehnat daftarchasini yo'qotish yoki arxiv hujjatlarini yig'maslik. Ba'zi pensionerlar men zavodda 20 yil ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi emas, hujjat asos bo'ladi. Ish joyi yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot yoki arxiv orqali tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Uchinchi xato bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Men tushunaman, ko'p ota-onalar farzandiga ishonadi. Lekin karta pensionerning shaxsiy moliyaviy vositasi. Agar karta yo'q bo'lsa, undan pul yechilsa yoki kodlar boshqalarga ma'lum bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin karta va kodlar xavfsizligi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. 4-chi xato noma'lum odamlarning maslahatiga ishonish. Men pensiyangizni oshirib beraman. Hujjatlaringizni tezlashtiraman. Menga pul bering, ariza yozib beraman degan odamlar uchrab turadi. Rasmiy xizmatni rasmiy idoradan olish kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahalla mas'ullariga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy aloqa kanallariga murojaat qilish kerak. Pul evaziga tez hal qilib beraman degan va'dalarga ishonmang. 5-xato pensiya miqdorini tushunmaslik. Ba'zi odamlar qo'shnisi bilan o'zini solishtiradi. U mendan ko'p olyapti, men kam olyapman deydi. Lekin pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, ustamalar, imtiyozlar
oldingi qayta hisob kitoblar va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun solishtirishdan oldin o'z hisob kitobingizni rasmiy tartibda tushuntirib berishni so'rash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner hozir nima qilishi kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Avvalo o'zingizdagi asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, mehnat daftarchasi. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotlari, sizning holatingizga tegishli bo'lganlarni alohida papkada saqlang. Keyin bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? Bank ilovasida yoki bankomatda hisob ko'rinayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, pensiya kuni kelishini kutmang. Oldindan bankka boring. Chunki pensiya tushadigan kuni karta muammosi chiqsa, asab va vaqt ketadi. 3-qadam pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda oddiy qilib shunday deyish mumkin: mening pensiya to'lovim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitlarim va hujjatlarim to'g'ri kiritilganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar pensiya miqdori bo'yicha savol bo'lsa, pensiyam qanday hisoblanganini va qaysi staj hamda ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, agar hujjatlarda farq bo'lsa, uni darhol tuzating. Masalan, familiyada xato bo'lsa, FHDG hujjatlari, nikoh guvohnomasi yoki sud orqali tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida xato bo'lsa, arxiv yoki sobiq ish joyidan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Bu ishlar bir kunda bitmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya to'xtab qolgandan keyin emas, oldindan harakat qilish foydali. 5-qadam, agar pensiya kechiksa, darhol sababini aniqlang. Birinchi navbatda bankni tekshiring. Pul tushganmi? Karta ishlayaptimi? Hisob bloklanmaganmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda faqat pulim tushmadi demang. Aniq ma'lumot bering. Familiya, ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz. Va pensiya turi odatda qaysi sanada tushishi, oxirgi marta qachon olganingiz, bank kartangiz almashtirilgan yoki almashtirilmaganini ayting. 6-qadam, yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Og'zaki so'rash yaxshi. Lekin yozma murojaatning afzalligi bor. Unda sana bo'ladi, savol aniq bo'ladi, javob ham aniq berilishi kerak. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya to'lovi bo'yicha yuzaga kelgan kechikish sabablarini tushuntirib berishingizni, zarur bo'lsa hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Bu juda oddiy, lekin foydali jumla. 7-qadam, telefon firibgarligidan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta pin kodini aytmang. Karta rasmini yubormang. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting desa, darhol telefonni o'chiring. Agar shubhali holat bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ayniqsa keksa ota-onalarga buni alohida tushuntiring. Chunki firibgarlar aynan ishonuvchan insonlarni nishonga oladi. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasiga befarq bo'lmang. Ularning kartasi muddati tugamaganmi? Telefoniga shubhali xabar kelmayaptimi? Hujjatlar joyidami? Pensiya miqdori tushunarlimi? Bularni birga tekshiring. Bu faqat pul masalasi emas, bu ota-onangizning xotirjamligi masalasi. Ba'zi pensionerlar mening pensiyam noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Bunday holatda birinchi qilinadigan ish taxmin bilan yurmaslik. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob bo'yicha tushuntirish so'rash kerak. Qaysi yillar ish stajiga kiritilgan, qaysi ish haqi ma'lumotlari olingan, qaysi hujjatlar yetishmayapti, qaysi davrlar hisobga olinmagan, bularni bilmasdan turib bahslashish qiyin. Masalan, fuqaro 35 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda 22 yil tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Qolgan 7 yil bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv bor. Ammo muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan yoki arxiv tasdig'i kerak bo'ladi. Agar shu 7 yil tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin tasdiqlanmasa, faqat og'zaki gap bilan miqdorini oshirib bo'lmaydi. Yana bir holat, odam yuqori maosh olgan yillarini ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Eski davrlarda ish haqi ma'lumotnomalari arxivda saqlangan bo'ladi.
Agar foydaliroq davr bo'yicha ma'lumot topilsa, qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxiv hujjatlarini izlashga erinmang. Ba'zan bitta ma'lumotnoma pensionerning oylik daromadiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Amaliy jihatdan eng to'g'ri yo'l yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borish. O'zingiz borolmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma orqali yaqin insoningiz yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, davlat xizmatlari markazlari, rasmiy onlayn xizmatlar va idoralarning ishonch telefonlari orqali ham ma'lumot olish mumkin. Eng muhimi, norasmiy guruhlar, noma'lum Telegram akkauntlar yoki ko'chada hujjat qilib beraman degan odamlar orqali shaxsiy ma'lumot tarqatmang. Murojaatga borganda hujjatlarni tartibli olib boring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, pensiya bo'yicha mavjud hujjatlar, savolingizga aloqador ma'lumotnomalar yoningizda bo'lsin. Agar savolingiz pensiya miqdori haqida bo'lsa, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlarini ham olib boring. Agar savol o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi haqida bo'lsa, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma va boshqa tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men yana bir maslahat beraman. Idoraga borganingizda savolingizni oldindan qog'ozga yozib oling. Chunki ko'p odam navbatda hayajonlanadi, muhim gapni unutadi. Masalan, pensiyam nega kamaydi? Qaysi stajim hisobga olinmagan? Kartamni almashtirsam pensiyamga ta'sir qiladimi? Qayta hisoblash uchun qaysi hujjat kerak? Kabi savollarni aniq yozing. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi shoshilinch xabarning mazmuni shuki, pensiya yoki nafaqa olayotgan har bir fuqaro o'z hujjatlari, bank kartasi, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligini tekshirtirib qo'yishi kerak. Tizim raqamlashtirilgani qulaylik beradi, lekin ma'lumotlar mos bo'lmasa, to'lovda kechikish yoki aniqlashtirish yuzaga kelishi mumkin. Men sizga qo'rqinchli gap aytmoqchi emasman. Men sizni oldindan ehtiyotkor bo'lishga chaqiryapman. Eng yaxshi himoya hujjatni tartibga solish, rasmiy manbadan ma'lumot olish. Bank kartasini nazorat qilish va shubhali odamlarga ishonmaslik. Ayniqsa keksa ota-onalarimiz uchun bu masalada farzandlar yordam berishi shart. Agar sizning pensiyangiz kechikkan bo'lsa, kartangizda muammo bo'lsa, pensiya miqdori tushunarsiz ko'rinsa yoki hujjatingizda xatolik bo'lsa, kutib o'tirmang. Bankka, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy davlat xizmatlariga murojaat qiling. Har bir murojaatni imkon qadar yozma qiling. Hujjatlaringizdan nusxa saqlang va javobni talab qiling. Sizlardan iltimos, izohlarda yozing. Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Bank kartasi bilan muammo bo'lganmi? Hujjat tekshirtirishda qanday qiyinchilikka duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu muhim ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va pensioner tanishlaringizga albatta yuboring.